1 kilo tilla 3.9 probada topib olsanglar, nimaga ishlatgan bo'lardinglar? 1 kilo 3.9 tillamizni 2 milliard pul bo'lyapti, salkam. Izohlarda yozib qoldiringlar, sizlar nimaga ishlatgan bo'lardinglar shuncha pulni? Yaxshi bo'lsa charchanapsizmi? Agar 1 kilo 3.9 probada tilla topib olsangiz, birinchi qiladigan harakatlaringiz. Ota-onamga aytaman, kichkinaman. Aytasiz, keyin Keyin ular hal qilishadi. ular hal qilishadi. Men bilmaganimni bilmayman-da, yoshligimdan. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsa charchanapsizmi? Agar 3.9 probada 1 kilo tilla topib olsangiz, bu degani 1 milliard 900 million bugungi kurs bo'yicha. Birinchi qiladigan harakatlaringiz. Birinchi qiladiganim ko'chmas mulkka investitsiya qilib Бизнес. Что ваше первое действие, если вы найдете 1 килограмм 999 пробы? Это на минуточку за грамм 1 900 000 сум. И И что ваше первое действие, если вы найдете столько, в таком количестве столько золота? отдам государству. Отдадите государству? Конечно. Bir minut vaqtingizni olaman. Agar 3.9 probada 1 kilo tilla topib olganingizda, birinchi qilgan действиеңiz nima bo'lardi? So'z-oпрос, agar 1 kilo tilla 3.9 probada topib olganingizda, tasavvur qilamiz, birinchi qiladigan harakatinglar, ya'ni первое действие. Egasini qidirardim. Egasini qidirardingiz. Egasini Topa olmadingiz. Men seni ko'ryapman. Dubayga qochib ketardim. O'zim xursand bo'lsam bo'ldi-da. Буквально минуту вашего времени я займу, соцопрос мы проводим, чтобы вы сделали, то есть первое ваше действие, если вы найдете 1 килограмм 999 пробы золота. Я маме отдам. Прекрасный. Наверное, лучший ответ за целый день. Хорошего вам дня, до свидания. Qarang, 3.9 1 grammi bugungi kurs bo'yicha 1 million 900 ming so'm bo'lyapti. 1 gramm mana ichigina tilla. 3.9 probada. 1 grammi 1 million 900. O'shandan 1 kilo topib oldingiz. Tasavvur qiling. 1 kilo 1 milliard 900 million pul. Birinchi nima olardingiz? Uy. Yaxshi investitsiya. 3 ta. Uy, 3 ta. Uylar. Xo'p. Agar mabodo topib olsangiz 1 kilo 3.9 probada tilla, manzil topshirishga yoki narxlatishga bitta Skupka Zoltus Instagramingiz bormi? Sразу подписка tashlab qo'ying. Keyingi safar ko'rishganimizda sizga bonus bo'ladi. Hozir подписка tashlamaгаningiz uchun bonus yo'q. Boshqadan keling. А я, потонув в ней, дело толком